Ovoz berishda va tarjima qilishda Xanni ishtirok etdi. Biz shou uchun tizerni suratga olamiz. Yoqimtoy. Menga juda yoqdi. Auguri tabriklash ma'nosini bildiradi. Auguri endi yuzing bilan. Auguri. 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 Biz bu yerga ovqatlar buyurtma qilishimiz mumkin. Yo'q, hammasi yaxshi. Aniqmi? Ochmasmisan? Tugatganimizda ovqatlanaman. Bugun nonushtaga tuxum yeganman. Bu qisqichbaqa go'shtini kesish uchun, to'g'rimi? Ha, bu to'g'ri. Nega igna emas? Igna unchalik chiroyli ko'rinmas edi. Bo'ldi, tugatdik. Rahmat. Hozir men shouga ketyapman. Nega men asabiylashyapman? Menda asabiylashishga sabab yo'q-ku. Qo'limdan kelgan barchasini qilaman. Fighting. Shoudan keyin men hozir mehmonxonaga qaytyapman. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Shuncha istak kelganini ko'rib, meni shuncha qo'llab-quvvatlashingni his qildim. Mening yuragim issiqlikka to'lyapti. Men vaqtimni ajoyib o'tkazdim. Kamerani keyinroq yoqaman. Xayr. Men pizzani yeb qo'ydim. Ovqatlanishdan oldin videoga olish kerak edi. To'g'ri, ovqatlanish paytida suratga olishim kerak edi. Meni ham esimdan chiqibdi. Uyga qaytganimda men cho'chqa go'shtini yeyman. Bu juda uzoq kun bo'ldi. Men obraz uchun paketidan ochki taqdim. Charmli kurtka va keng shimlar kiydim. Men ozgina samolyotda suratga olaman.